Shogirdlik loyihasidan maqsadingiz? O'qiysiz. Ustozingizni o'tkazib berasiz deyapti-da. Tortlaringizni qilib, ustozingizga o'tkazib berasiz. Ustozim menga muhtoj emasku, deyapman-da. Desam, yo'q. Ustozingizni bu ko'p jarayonlar tanamda o'tkazib beryapti-da. Bularni hammasini ustoz tanasida ko'rsatgani yo'q, tanalari ko'tara olmaydi ustozingizni deyapti-da. Ko'p juda kuchli nimalarni ko'rsatyapti-da. İnsanlarni davolashi, haligi qilib insonlarni og'rig'i, qayta og'risi Qachondan boshlandi? Hali 1 oy bo'lgan-yu. İnsanlarni davolashi, o'qitib boryaptilar. Bilmayman, men tushunmasam, ustoz. Boring, quchoqlang, asalim deng, shirinim deng deb bag'rimga bosaman hammani. Jonim, asalim deb nima qilsam, hojona deng, hojota deng. Endi bizda qarilar ko'pda, hojonam o'zim, hojotam o'zim. Ustimdan kulyapti bular desam. Aytavering. Otamni 9 farzand ichida bitta menga bergan mehrni, qolgan jigarlarimga berilmagan, xuddi Yusuf payg'ambarimizga o'xshab. O'rtamizda parda yo'qdi. Boya bir qo'rquv ko'tarilib ketdi. Qo'rquvni nima ko'tarasiz? Otam bilan gaplashtirdilar. Otam bilan gaplashib, spokойно bo'ldimki. Uzatilayotgan informatsiyalarni nima qilyapsiz? Daftarga yozib boryapman. İnson tanasi nimalarga qodir, inson tanasi qanday ishlaydi, ayol erkaklik qanaqa ishlaydi, qanaqa munosabatda shunaqalarni hammasini yozdirib boryaptilar. Klassni. Albatta, men muhabbat bilan qilaman darsni. Ustozingiz bilan yangi kitob chiqariladi. Yangi kitobda har xil tilda nima qilib, perevod qilib nima qiladi. Oti nima bo'ladi kitobda desam, Oliy yaratuvchining jannat bilimlari bo'ladi. Hali shu bugungacha qiynaldim-da. Shu uyg'onganimcha jiddiy qiynaldi-da. Sochlarim oppoq bo'lib, qoshlarimgacha oqarib ketdi-da. Masalan. Meni qorayapti-da, sekin. Sochimlarni qasdlarigacha yoqda oqargani bilinyapti. Shunaqa ketaverasanmi uydagilaring oldiga? Bo'laveradi desam, mayli kraska qilib, kraska qildi. Kraskani ham tanlab beryaptilar-da. Bilimlarni berganlaridan keyin ustozing o'tkazib berasanmi yo'qmi? Men qo'rqaman, gapirolmayman bunaqa. Hayajonim kuchayib ketadi. Yo'q, men qo'rqaman, ustoz qanaqa gapiraman bu nimalarni men qanday gapirib beraman? O'chiraman hammasini gapiraverasan deyman dedi. Yo'q, gapirib paytda qo'rquvim kuchli, yo'q, men gapirolmayman. İnsanların qalbi bilan men o'ynasha olmayman. Inson qalbini og'rig'ini menga berdingiz, men qalb bilan o'ynasha olmayman. Yo'q deb attaz qilsamki, to'xta, senga yana bitta xush xabarim bor dedilar-da. Nima desam, sen muhabbat bilan tortlaringni qilasan-ku, sen shu tortlaringni qilsang ham insonlar shu tortlaringni yesa ham nima bo'ladi, shifo topadi. Shifo tortlaringni qilib, ustozingga o'tkazib berasan bularni. Jonim. Yazib berasan deyaptilarki, mayli deb rozi bo'ldim. Yana qaytdimki, juda muqaddas jarayonlar ketyapti. Inson shunaqa mukammal yaralganmi? Endi men shuni yuramanmi? Shuning uchun inson besabrda, sabring chidamaydi-da. Sabr qil oxir. Jonaki, nimamda, haligimda, oyog'imda shunday teri kiygizildi-da, teri kiygizilib. Ajoyib. Bu hammasi mana shu bir oyning ichidagi jarayonlarmi? 1 oyda ruh nima o'zi deyapman-da. Ruhni ko'rsatingiz. Bir oppoq kabutar boshlaganda nima deb ko'rsatilar shu ruhsizligi. Sevgi na yaxshi na yomon deysiz-ku, shu achchiq bor ekan ichida, yurak ichida. Bilmayman, ajoyibdi. Ishonmayman. Men aldayapsiz. Tanamni ko'rsatib beradilar. Nima ishonmaysan, nimani ko'rsatib beradi tanamni? To'g'riqni ko'rsatib beradi, to'g'ri nimasini, haligi dardini desa. Shunga kuchli qilib ko'rsatib berdi, bo'ldi deb ishondim. Ishondim dedim. Nimani ko'rsatib beraysan? Nimani so'rasam shuni ko'rsatib beryapsizlar tanamni. Bu jarayonlarni qayerda, tushda, uyquda yashadingizmi? Uxlamaganmi? Jonli yashadingiz. Hammasi jonli. Yoningizda kim bor edi bu paytda? Yonimda hech kim bo'lmaydi.
farzandim maktabga ketadi deyaptilar. Kechqurun keladi. Rossiyada shunday edi. Xo'jayinim ertalabga ketadi. Bir o'zim kvartirada bir o'zim edim. Turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz xavotirlanishmaydimi siz holatingizdan? Ularga bildirmaydi. Da, 20 yillik turmush o'rtog'ingiz bilan shu oxirgi bir oyda jinsiy aloqa tiklandi-da. Endi deng, u joyiga keldi shunaqa muhabbatda, sevgida hayratda qoladi-da. Men o'qitaman seni oxirigacha. Endi shuncha yil kutdik-ku. Mani sevgimni, mani muhabbatim. Bu muhabbatdan bermadim, sevgi o'zimda yo'q narsani qanday beradi? Hozir endi shunaqa osmonda uchayaptilar-da. Hamma narsani bilsam ham, men hech kimga hali hech nima deya olmayman. Men qo'rqaman insonlarning qalbini o'tishiga, inson qalb orog'i nimaligini men yashab o'tdim. Men tayyor emasman deyman-da. Sof ekansiz-da. Apam birinchi kirganida o'qishga. U o'zi sizni haligi polni nimangiz bilan, bepul darsliklaringiz bilan nima deb shug'ullanayotgandim. Keyin men unga aytdim, men ustoz topdim o'zimga. Juda zo'r ustoz. Shunday xuddi o'zimni ko'rdim ustozdan dedim-da. Gapirishlaringiz, shuni ko'rdim, men o'zimni ko'rdim-da. Shunaqa zo'r ustoz topdim. Kim dedilar? Shahnoza desam, "Ya, men o'qiyapman ulardan." 45 yillik umring bir soniyada o'tib-ku, qolgan necha yil yashaysan? Ya, bir soniyada o'tib ketadi. Tez harakat qil dedilar. Aynan jonim. Siz bilan tanishib sevindim. Sizni bu yerga olib kelishganidan sevindim. Bizga bog'lab qo'yishganidan sevindim. Juda sevindim. Sizni bu yoqqa yo'naltirishganidan. Juda. Siz oilangiz bu yoqda deyaptilar, siz aytdilar. Qabul qildim. Oilamni qabul qildim.